Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, ma'lum bir jiddiy shaxsiy sabablarga ko'ra kanalimizda 2 hafta davomida video joylanmadi. Bu uchun barchadan uzr so'rayman. Bugun esa bizda yangi video. Albatta kanalimizdagi aktivlik hamda mehnat uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keling do'stlar, birgalikda bugungi videoga 5000 tadan ziyod like yig'amiz. Albatta bu Sport Plus kanali oilasi a'zolari qo'lidan keladi. Siz like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. UFC'ning yarim o'rta vazn toifasidagi chempioni Islam Makhachev Oq uydagi turnirda keyingi jangini o'tkazishni xohlashini ma'lum qildi. Hozir mening vazn toifamda chempionlik jangiga loyiq bo'lgan da'vogarlar yetarlicha. UFC menga yangi maqsad qo'yishi kerak xolos. Men shunchaki kutyapman. Ramazon oyi kelyapti, shuning uchun men bir oy umuman mashq qilmayman. Shundan keyin esa asta-sekin tayyorgarlikni boshlayman. Oq uy turniridami yoki boshqa yerdami, men jang qilishga tayyor bo'laman deb aytib o'tgan Islam Makhachev. Bu paytda bo'lsa o'tgan yilning dekabrida sobiq UFC chempioni Yan Blachowicz bilan murosaga kelgan Bogdan Guskov oktagonga qaytishga tayyor. Hamyurtimiz keyingi raqibi kim bo'lishini allaqachon biladi. Jang o'tkazganimga hali ko'p bo'lmadi. Undan jarohatlarsiz chiqdim. Hammasi joyida, hozir kutyapman. Raqib va sana bor. Ammo hali shartnoma imzolanmagan. O'ylaymanki tez orada yangiliklar bo'ladi, dedi yarim og'ir vazn sohifasida aralash yakka kurash ustamiz. Shu bilan birga Krayevich muxlislar uning jangini 3 oydan kamroq vaqt kutishlarini aytdi. Kamroq, ancha kam, hozir resurs olyapmiz, keyin esa gazini bosamiz, deya qo'shimcha qildi Bogdan Guskov jurnalistning tegishli savoliga javoban. Ayni paytda 33 yoshli Bogdan Guskov UFC'da yarim og'ir vazn toifasi reytingida 9-o'rinni egallab turibdi. Joaquin Buckley: Shavkat Rahmonovni UFC'da boshqa hech qachon ko'rmaymiz. Yarim o'rta vazn toifasida UFC reytingida 9-o'rinni egallab turgan Joaquin Buckley Shavkat Rahmonov UFC'da boshqa jang o'tkazmasligini ma'lum qildi. Rahmonov tizzasidan qayta jarohat olib, operatsiya qilindi va kamiga 9 oyga safdan chiqdi. Qozog'istonlik 2024-yil dekabr oyida UFC 310 turnirida Ian Garyni mag'lub etgandan beri oktagonga chiqmagan. Yaqinda u yarim o'rta vazn reytingidan chiqarilgandi. Nafaqat reytingdan chiqarib yuborish, balki undan butunlay qutulishlari mumkin, chunki u uzoq vaqtdan beri jang qilmayapti. Yaqinda 2 yil bo'ladi. Hozir bashorat qilaman, Shavkatni UFC'da boshqa hech qachon ko'rmaymiz. Gap shundaki, u content makerlar emas, balki sen shunday ishlarni qilishing kerakki, odamlar sening ismingni bilishi lozim. Lekin har safar sen haqingda eshitganimizda bu qandaydir salbiy narsa bo'lib chiqmoqda. Vaziyat shu darajaga boradiki, muxlislar qiziqmay qo'yadi. Shunchaki Shavkatni unutishadi. Bunga va'da beraman. UFC bundan keyin nima qilishini bilasizmi? Uni Qozog'istonga qaytarishadi, deya Buckleyning so'zlarini keltiradi MMA Junkie nashri. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Haqiqatan ham Buckleyning gaplariga ko'ra Shavkat Rahmonovni UFCdan chetlatishadimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Ana xolos, Usman UFCdan haydaldi. Yana bir taniqli aralash yakka kurash ustasi dunyoning eng kuchli ligasi rosteridan chiqarildi. Nigeriyalik og'ir vazn toifasi vakili Muhammad Usman ortiq UFC jangchisi emas. Yanvar oyida Usman testosteron uchun ijobiy doping test sabab 30 oyga chetlatilgan edi. Shuningdek, unda taqiqlangan depid BBC 157 moddasi aniqlangan. Afrikalik sportchining doping tahlili ijobiy chiqqani uning braziliyalik Walter Walker bilan rejalashtirilgan jangi bekor qilinishiga sabab bo'ldi. Umuman olganda 36 yoshli Muhammad Usman UFC ligasida 4 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. U sobiq UFC chempioni Kamaru Usmanning tug'ishgan ukasi hisoblanadi. Bu paytda bo'lsa o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev qachon oktagonga qaytmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning gaplari: Men hozir jang qilishga tayyorman, ammo Ramazon oyi bo'lganligi sabab men umuman jang o'tkazmayman. Jangim uzog'i bilan mart oyi oxirlarida o'tkaziladi. Albatta raqibni Ramazon oyi ichi aniqlaymiz va albatta men jang qilishga tayyorman. Bu yil 3 yoki 4 ta jang o'tkazmoqchiman, deya fikr bildirgan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev. Qadrli do'stlar, albatta izohlar bo'limida hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilab qolamiz do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.